Assalomu alaykum ammalarimizga. Bugun 23-may 25-yil. Mana bitta tuy sarpamizni so'zandi, dasturxonlari tayyor bo'ldi. 1,5 ga 2,5 lik vishivka so'zandilarimiz ikkita. Mana burchaklarini ko'rishlaringiz mumkin. Hamma tikilishlari Averlodan chiqqan. Bironta joyisi salqi kelib qolmagan, hammasi bir xil. Mana bu esa koreyskiy satinimizdan. Mana Averlodan chiqqan, tikishlarini ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bironta joyisi salqi kelib qolmagan. Ikkita 2,5 ga 2,5 lik so'zandilarimiz. 2,5 ga 1,5 lik 4 ta dasturxonlarimiz tayyor bo'ldi. Bularni tikishlari ham hammasi Averloga yopilgan. Bironta joyisi salqi kelib qolmagan. Faqatgina buni upakovka qilgan paytimiz siljiydi. Sirilmachoq materialligi uchun. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.